Buyurt va yangi videoga xush kelibsiz do'stlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bu juda ham muhim. Biz ertalabdan fermaga otlanamiz, chunki agarda fermaga qaramay ishdan bo'shatadigan sizlarga aytsam, fermaga qarashni unutdim. Nima uchun fermagacha buncha uzoq bo'lib ketyapti yo'l? Hamma yoqda narsa qurib tashlashgan, umuman kirib chiqib bo'lmaydi. Salom Jaysel, salom. Aytgancha Buyurt, nima bo'ldi? Sen o'yin yerda kecha kimlardir yurgandi? Mashina oldida oq qora kiyimli. Xayr, mayli, hisobga olaman. Rahmat aytganing uchun. Do'stlar, kim bo'lishi mumkin? Meni uyimni yonida, mashina yonida. Mayli, ko'ramiz. Tak, fermani ochamiz va do'stlar, barra sabzavotlar hidiga gap bo'lishi mumkin emas ertalabdan, lekin ozgina ernaman, chunki men nima qilmoqchi edim, bu yerda nima qilishga to'g'ri kelyapti. Ferma, men bu qishloqda o'zimni magazinimni ochmoqchi edim, lekin afsuski fermada o'tirishga to'g'ri kelyapti. Mayli, undan tashqari bilishimcha, yonimdagi binoda ham magazin qurishar ekan. Undan tashqari qo'shnim ham sabzavot sotadi va Maraz rayonidan chiqishda yana bitta do'kon bor. Shuning uchun ham bu yerda do'kon ochgandan foyda yo'q. Faqatgina ferma qilib kun ko'rish mumkin. Hoy, sizlar kecha ham kelgan mashina yoniga qayerdan bilding? O'zi uyda yo'q eding-ku. Qarayapmiz shunchaki. Men xohlamayman qaysidir ahmoqona odamlar qarashiga meni mashinamga. Sen kimni politsiya chaqirishim mumkin? Nima? Bilasanmi nima qilaman seni? Nima qilasan? Bor bu yerdan ket. Aks holda hozir politsiya chaqiraman. Bo'pti, lekin qaytamiz. Qaytamiz. Hali qaytamiz. Xo'p, davay qaytinglar. Jin ursin, bular kim bo'ldi yana? Hayroman, balki shular haqida aytgandir, oq qora kiyimli jitellar. Mayli, sotuvchi. Shular emasmidi sen aytgan? O'shalar. Tanimaysan bularni? Yo'q, tanimayman. G'alati. Mayli, rahmat. Do'stlar, bu yomon, juda ham yomon. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Hali qaytib kelamiz deyishdi, mashinamni ish qilib o'g'irlab ketishmasa, telefon qilishyapti. Allo, Buyurt, soat necha bo'ldi? Janob mer, soat 9 bo'lib qoldi. Bo'ldi, tushundim. Hozir olib borib beraman. Chinarsan do'stlar, mana bular bilan bo'lib esimdan chiqib ketibdi. Soat 9 gacha topshirish kerak edi. Mayli, hozir. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Mana olib keldim. Yaxshi. Xullas, meni mashinam yonida qanaqadir bezorlar yurgandi. Bezorlar? Tanimaysizmi ularni? Yo'q, tanimayman. Ular masmoq qora kiyimli. Qayerdan bilding bezorligini? O'zini tutishdan. Tushunarli. Yo'q, ularni tanimayman, lekin 1-2 marta ariza yozishgan do'stlardan. Xullas, jitellarni urishgan, derazalarni sindirishgan, yana kimdir mashinasini o'g'irlashgan. Yo'q, politsiyachi. Politsiya tutgan yo'qlarni hali. Tushunarli. Ehtiyot bo'ldi. Xo'p. Mayli, ketdim unda. Ketaver, bo'ldi. Nimani kutyapsan? Hech nima, shunchaki yana biror nima deysiz debman. Yo'q, demayman. Xo'p. Do'stlar, ajoyib. Bular umuman bezori ham gapmi, prosta atmarozklar ekan. Odamlarni uylarini sindirib, jitellarni urib, ya'ni uyni sindirishmagan, derazani sindirish, lekin baribir yomon. Mashinamni qayerga qo'ysam ekan? Bilmadim, lekin mana bu yerga qo'ysam-chi? Hoy, jitel, mana bu o'rtaliqqa mashinamni qo'ysam maylimi? Albatta qo'yaver. Rahmat. Zo'r bo'ladi. Hozir mashinamni shu yerga qo'ysam, uyga yaqinroq bo'ladi, o'rmondan uzoqroq va olib ketishga ham qiynalishadi. Olib ketishga? Anavi bezorlar bor-ku, xo'sh, 1-2 marta mashina o'g'irlashga ham harakat qilishgan ekan. Yo'q, men ham sezgandim, bular chota toza emas deb. Yomon, shunday dedim men ham. Endi nima qilasan? Bilmadim, ko'ramiz. Balki garaj qurarman. Shu o'rtaliqda garaj qursam-chi, nima deysizlar do'stlar? Menimcha yomon g'oya emas, lekin mashinani birinchi navbatda bu yerdan olib o'tib qo'yish kerak. Tak, qani olg'a sekin, faqatgina ehtiyot bo'lish kerak do'stlar. Mashina haydashni men gidada o'rganganman, shuning uchun ham juda ham ko'p harakat qilishim kerak. Qoidaga rioya qilish uchun sekin bo'ldi. Tak, mana. Yo'q, urilmadim shekilli. Urilmadim. Xo'sh, endi esa to'g'ri kirishimizga to'g'ri keladi va mana bunday. Ajoyib. Yo'q, birozgina qiyshiq. Mana bunday qo'ysam-chi? Yo'q, yana ozgina, mana yana bir necha gradusga bo'ldi. Shunchasi yetadi qor yana. Bularni otib yuborish kerak. Yaxshi. Endi esa buni ham tashlab yuboraman. Ajoyib, lekin yomon emas. Mashina bu yerda ko'rinib turadi. O'ylashimcha hamma ham o'g'irlab ketmasa kerak, lekin orqa taraf baribir ham ochiq turibdi. Shunda, balki shu yerda garaj qurarman. Nima deysan? Otma menga. Xo'p, uzr, shamollaganman. Unda 2 marta uzr. Tak. Hozir do'stlar, bizda resurslar bormi? Resurslar bor, lekin o'ylab ko'rish kerak-da, qo'shnim rozi bo'larmikin? Tak, nima bo'lsa bo'ldi, mayli, hozir boraman-da so'rayman. Tak, jitel sotuvchi, shu yerdan balki tom qursam, garaj qursam, nima deysan? Albatta quraver. Rostdanmi? Katta rahmat senga. Arzimaydi.
qoyil do'stlar, hozir quramiz. Men o'ylagandimki yo'q deydi, chunki rahmat dey, shundoq ham o'rtaga qo'yishga ruxsat berdim dedim desam, yo'q, ruxsat berdi. Ajoyib, qoyil. Tak, endi kelinglarcha qurish ishlarini boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi albatta daraxtlar va men bir turdagi garajni qurishni bilaman. U juda ham arzonga tushadi va bemalol mashinamizni mana o'sha yerda saqlashimiz mumkin bo'ladi. Lekin ehtiyot bo'lish kerak, chunki odatda mer garaj qurganlarni yoqtirmaydi. Nimaga desangiz, uni o'zining katta garaji bor, parkovkasi bor va o'shalarni odamlarga berishni ijaraga yoqtiradi. Lekin men esa unday qilmayman do'stlar. Menga keragi yo'q merni garajni ham ijarasini ham. Men shunchaki o'zimga kichkinagina garaj qurib boraman mana shu tor joyda va bo'ldi. Menga yetib o'rtadi umrimni oxirigacha. Tak, qani qayerda? Mana shu tarafdan tosh olishim mumkin, chunki qayerdadir ko'lni ko'rganim. Ko'l emas, kichkinagina g'or va ana o'sha yerda ko'lga o'xshagan ko'lmakcha bor. Mana shu yerdan tosh olishim mumkin. Mana shu yerni kovlashni boshlaymiz, lekin ehtiyot bo'lish kerakki, mana bu graviy yoki suv chiqmasin hech qayerdan. Aks holda meni yoki graviy yoki suv bosib qoladi. Buni qaranglar, qancha chuqurga kirishga to'g'ri kelyapti toshni bemalol chopish uchun. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Agar hozir suv chiqib keladigan bo'lsa, bu yerda shunchaki cho'kib ketaman, chiqishga ulgurmasdan. Ehtiyot bo'lish kerak. Graviy ham ana tushdi bittasi, juda ham xavfli narsa. Bosib qolsa, kam ko'rmasligi aniq. Bo'ldi, ketdik. Shunchasi yetadi. Endi garajimizni qurishni boshlaymiz. Bizga chiroyli zo'r garaj kerak bo'ladi va buning uchun xizmat qilishimiz kerak. Ha do'stlar, agarda chiroyli garaj quradigan bo'lsak, mashinamiz ham himoyalangan bo'ladi, ham tak. Mana bu qor yana inventarda paydo bo'lib qolyapti. Qayerga tashlasam, mana o'sha yerdan olib olyapman. Ha mayli, u tarafga boshqa o'tmaymiz, shuning uchun ham bo'laveradi tashlab yuborish. Tak. Endi bo'ldi, mashinani qurishni boshlaymiz. Atrofida garajni, xo'sh, bizda verstak. Endi esa yarim bloklar kerak bo'ladi toshdan. Tomni yopish uchun mana shunchasi o'ylashimcha bemalol yetadi. Tak, endi esa tepani yopishni boshlaymiz. Qo'shni tarafdan boshlayman. Derazasini ustidan yopib qo'ymaslik uchun xunuk qilib. Yomon emas, yetadi shekilli. Noto'g'ri qo'ydim. Ishqil mashina ustiga tushmasa bo'ldi. Tushmadi shekilli, ovozi chiqmadi. Tak etgan. Tunikani ovozi tak bo'ldi. Mana buni ham olishimiz kerak. Bo'ladi, endi to'g'riroq bo'ladi. Qo'yishni boshlaymiz. Mana boshqa gap do'stlar. Mana bu yerdan endi ishni to'laqonli boshlasak bo'ladi, chunki bizga hech kim xalaqit bera olmaydi, hech kim o'g'irlab keta olmaydi garajimizdagi mashinani ham. Bu yoqqa endi esa orqa tarafdan qo'yishni boshlaymiz. Ha do'stlar, buni qaranglar, men haqiqiy geniyman. Bunaqangi chiroyli garaj quraman deb o'ylamagandim. Faqatgina yetmay qoldi. Mayli, hozir ustidan qo'ysak to'g'ri keladi hammasi. Mana bu yerdan qo'yishni boshlaymiz. Yaxshi. Bu yoqqa endi esa tak yopsak, kirib chiqishga joy yetadi, lekin orqaga chiqa olmaymiz. Bu yomon, lekin na iloj do'stlar, na iloj. Mana bularni hammasini qo'yib yopib chiqamiz, chunki bizga do'stlar deraza kerak emas. Mashinamizni hech kim ko'rmasin. Old tarafdan esa ochiq tursa bo'laveradi. Baribir bu yerdan haydab chiqarish qiyin bo'ladi. O'zi ishonching komilmi? Hozir shuni ko'ramiz. Yo'q, menimcha haydab chiqarish oson bo'lishi mumkin. Tak. Mana bu yerga tashlaydi mana bularni. Bir narsani ko'rishim kerak do'stlar. Kalitni olamiz. Yana qor paydo bo'lganicha, tushunarsan qayerdan kelyapti ya? Mayli, tak. Endi esa bu yerdan mashinani haydab chiqarishga harakat qilaman. Shunday qilganing ma'qul. Tak. Bo'ldi. Xo'sh, qani. Sen unda tepadan qaramada. Agar tepadan qarasang, chestni bo'lmaydi. Haqqoniy haydashing kerak. To'g'ri aytasan, mayli. Haqqoniy bo'lsa, haqqoniy faqatgina urib yubormasam bo'ldi. Orqaga joy bormi, jitel? Orqaga haydayver. Davay. Yana. Xo'sh, bo'ldimi? Bo'ldi. Davay, bos gazni. Xo'sh, yo'q, juda ham qiyin bo'lyapti. Joy juda ham kichkina. Yo'mayo. Tiqilib qolibman. Ehtiyot bo'l. Menga ko'rinmasa u taraf. Ko'rinmagandan jin ursin. Haydayver deding. Orqaga joy bor-ku. To'g'ri, orqaga joy bor, lekin burilishga qiyin bu yerdan. Demak, haydab chiqib bo'lmaydi. Haydab chiqib bo'lishga bo'ladi-ku, lekin bu yerdan haydab olib chiqib qochib ketguncha, politsiya kelishga ulguradigan umiddaman. Tak, qani do'stlar, mana chiqa oldim, lekin haydab kirish do'stlar. Agarda yana shunday haydab kirish kerak bo'ladigan bo'lsa, qiynalib qolishim aniq. Men bunday qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim. Undan ko'ra orqa tarafini kengroq qilib qurish kerak edi. Yaxshiroq devor qo'yib va darvoza. Sekin drift bo'ldi, yaxshi. Endi esa ketdik. Qishloqning narigi tarafdan aylanib kelib kirishga harakat qilamiz. Yo'llar unchalik ham kichkina emas, lekin katta ham emas. Umid qilamanki, tak hech qayerga urib yubormayman mashinani. Sekin issiqxonaga tiqilib qoldik. Nima bo'ldi? Yo', sekin nima? Tak. Mana bu kutilmagan holat, kutilmagan rostdan ham. Tak, bu yerdan chiqish kerak endi. Nima bo'ldi? Tiqilib qoldimmi? Yo'q, issiqxona buzishga to'g'ri keladi-ku. Yaxshiyamki bu shishadan issiqxona, agarda plyonka bo'lganida, yomon bo'ladi. Tak, shunchasi yetadi haydab chiqa olishimga va qani orqaga qarab gazni bossak bo'larmikin? Davay do'stlar, chiqib olamiz va chiqib oldik.
Ha, eski mashinalarda boshqaruv juda ham yomon. Sekin bu yerdan haydab o'tishimiz kerak va qayerga kirsam ekan ha? Bilmadim. Mana bu yerdan haydab o'tsam-chi. Tak, bu ham yomon g'oya emas, sekinlik bilan mana bunday. Ha, tak, Maraz rayoniga kiradigan asosiy ko'chagacha bu yerdan yo'l bormikan? A, ha, yo'l bor. B, yo'q, yo'l yo'q. C, hozir urilib avariya bo'lib portlab ketadi mashina. Men o'ylaymanki D bo'ladi va shunda tiqilib qolaman yana qayerdadir. Chinarsan, bu yerdan chiqish qiyin bo'ladi-ku do'stlar. Bilmadim qanday qilaman. Mayli, o'ylab ko'rish kerak. Hozir agarda biz mana bu yerdan tushadigan bo'lsak, yetib bora olarmikimiz, ha? Mana bu yerdan o'tishga to'g'ri keladi. Agrot muzlab yotibdi va mana asosiy ko'chagacha yetib kelamiz. Lekin bu yo'lga Maraz rayoniga kirishda qiynalishimiz aniq. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Aks holda kirib ketishimiz aniq xohlamagan joyimizga. Tak, merni uyi ehtiyot bo'lish kerak va orqaga ozgina gaz beramiz. Davay. Endi esa oldinga va burilish kerak. Tak, o'ng taraf sekin sirpanyapti. Shina turib qoldi shekilli muzning ustiga. Chinursan. Tak. Yo'q, hitboxlar joyida, lekin nimaga g'ildirak to'xtamay aylanyapti? Yo'q, davay. Yo'q, sig'mas ekan, burilishga yetmaydi, chunki mashina juda ham uzun. Sekin. Nima qayoqqa ketib qoldi? Zinalar, Jenurson Minecraftni yomon ko'rmaydi buni. Qanday olib chiqaman, ha? Yo'q, mana bu yerdan o'tish kerak. Mana shu yerdan kirsam bo'lar ekan. Burilishga ham joy yetardi. Endi nima qilaman? Hayronman.